Bu video murojaatim dastlabkida ishlaydigan ko'rillar uchun. Bu videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qolaman. Rossiyadami, O'zbekistondami, Amerikadami, Koreyadami, Turkiyadami, qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar dastlabkida kuniga qancha soat ishlaysiz va qancha zakaz qilasiz va qancha pul topasiz. Agar imkoni boricha mana shu video rolik tagiga yozib ketinglar, kommentariyaga kim qayerda ishlaydi va qancha topadi va kuniga qancha zakaz qiladi. Menda bitta challenge bor. Agar mana shu challenge dastlabkida ishlaydigan ko'rir akalarimizga yoqsa, mana shu challenge-ni birgalikda davom ettiramiz. Hammasini birgalikda davom ettiramiz. Bu challenge-ni o'tkazishimdan maqsad qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar qancha topasiz va qanaqa sharoitlarda ishlatganligingizni bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, mana shu Instagram va YouTube mi, TikTok mi farqi yo'q, bir-birimizni podдержка qilib, mana shunaqa YouTube kanallar ochib, Instagramlar ochib turib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida mana shu challenge-ni o'tkazmoqchiman. Mana shu challenge'larni juda kuchliroq qilib o'tkazishga harakat qilishimiz kerak. Kuch birlikda deb o'ylayman. Agar fikrlaringiz bo'lsa, hammasini kommentariyaga yozib ketinglar. Albatta sizlardan atvet kutib qolaman.